Zebo, butik dedim, senga oyoq kiyim oltuvdim, razmeri nechi? 38. Voy, kakras 40 ekan. Gulami olaymi senga? Zo'r bo'lardi. Taksi brat, assalomu alaykum. Alo? Mashinada shirinligim qolib ketibdi. O'shani jo'natib yubora olasizmi? Bolalarimga oldim iltimos. Hech qanaqa mashinada shirinlik qolmagan, adashyapsiz. Rahmat kattakon adasi, shuncha shirinlik olib ketsiz, maza qolmam. Zebo, bu Brokko-ku, mazali va zamonaviy qandolat brendi. Hammaga birdek yoqadigan shirinlik-de. Bu mazali ta'm, zamonaviy dizayn, sifatli tarkib va hamyonbop narx bilan ajralib turadi. Zeboxon, uxlamadingizmi? Yo'q. Bugun to'yimiz bo'lganiga 3 yil bo'lganligi munosabati bilan sizga mana shu kapalili uzuk sovg'a qilaman. O'zimga qolgan uzugimga o'xshirkanmi? Imini shunaqasidan topdim-da. Voy, rahmat kattakon. Qoldi bilib qolardim. Jonim, xostanga butikdan ko'ylak olotuvdim. Yo'q, yashili bor ekanmi? Voy, kakras, yashili bor ekan. Orqangizda turibman. Uyalmaysizmi shu yerdan menga sovg'a olib borgani? Ketaman oyimnikiga. Optikacha shirinlik olib berdim-ku. Bo'ldi, arazli urma Zebo, senga yangi kiyim olib beraman. Hali dugonam tug'gan. Unga ham sovg'a olib borishim kerak. Bo'l, chaqaloqqa yangi sovg'a olamiz. Bu ishimni to'xtataman. Voy, o'rtoq, shartimasida o'ra bo'psan-da olib kelib. O'rasi bormi? O'virmasda qilishibsan. Yaxshi kunlaringizga.